Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşənlərdən qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmələrimiz, həmmələ məlum bolğandək proqramımızda milletimizin içindən çıxan hər xil sahədəki məyli siyasət sahəsi bolsun, dini sahə bolsun, ziyalilərimiz qatarlıq şu işninki hər qaysı sahədəki iş əhlini təklif qılıb milletimizə münasibətlik bolğan hər xil mövzularda söhbət edib berib kilovatımız uzun illərdən buyan. Bugün şunun cümləsindən həmmələrə məlum bolğanda 2019 yılının axırında Xitayning Wuhan şəhərində payda bulub u yerdən tez sürətdə Xitayning içi və dünyanın sırtığa tez sürətdə taqab axır biz yaşayotgan Türkiyəyə bir qancha gündən buyan bugün işki bolğanlığı bildirildi. Bu dünyanın həmmə yeriga yamrab İslam dünyasında münayiti keng şekilde tarılıvatıdı. Hem de bunun elbette bundaq bir muhim bir tema bolğan iken bu bir vaba karakterlik keng dairlik bütün dünyada taqılıvatqan bir kesellik bir afet bolğanlığı üçün her bir Müslüman muşu türdeki keselliklerge muşu türdeki vabalığa qanday muamele qıldı. İslam bununla qanday pozitsiya tutudu. Ve İslam'a itiqad qilish bolğan bizdeki Müslümanlar bundaq kesellerge qanday muamele qilish kerak degan mezmunlarda söhbət ötküzüş üçün bir e'landımı bəginimizdək. Bu şu temanı kördüğün halda söhbət edib barımız bugünkü qimmatlik mehmenim. Şərq Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili hörmətlik Mahmudcan Damullaryny təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxırıb kəp bəgəli üçün köptüngə bir rahmet etdimiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız Naq Meydandan taqitli otudu. Ekranında çıxıb durarqan numurlar arqılıq bugünkü programmağa əlbəttə nurgulluğan zihninglarda suallar bo'lişi mümkün. Hem de Türkiye'de nurgulluğan tədbirlər elinişqi başıldı. Bunun alaqadar program jəryandım əsl tuturman. Hər qandaq suallar bolsa, fikirlər bolsa, yoldaşlardan ümid qılmız. Şundaqlı köplügən qayırnaşırımızın faydalanışını hem bəhirləb qoşuna hem unutmayıslar. Bevasıta programga kirsek damlam. Endi temamiz bu. Vaba degan nima degan bu so'zdan boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah subhanahu ve taala bizim halkımızı dünyadaki bütün bir günah insanlarını bugün taravatkan bütün dünyaya tehdit bolavatkan bütün insanların qo'rqitayotgan bu keselden Allah subhanahu ve taala öz panahida saqlasin. Amin. Xususan vatanimizdeki lagerlarda yetayotgan ve turmalarda yetayotgan xalqimizni Allah subhanahu ve taala öz panahida saqlasin. Allah saqlash qodir. Ulardan Allah subhanahu ve taala'nın iradesi, takdiri bilen kitib qolganlar bo'lsa, Allah ularga shahidlik maqomini bersin. Bu vaba degan nima desa, bu haqda dünya tinish sog'lomlik Sahiya ministerligininki tunishtirishida vaba degan burun bo'lmagan yangidan bir kasalninki ma'lum bir jamiyatda nihoyatda tez sur'atda ushtum paydo bo'lib tarash orqali bu jug'rafiyalik o'rni kengayib ketsa buningki. Yani mesela başta Xitay tardı. Bunun dikin uyan bu yan taraf hazır dünyanın umum yerine Xitay targa vakitte bunu dünya karakterlik vaba dep ilan kılmagan aydı. Çünkü coğrafilik ornu tehe çeklik boğa çıka. Lekin dünyada umum yüzlük cık devlet targan dikin hazır hem de bunu dünyavi karakterlik bir vaba dep ilan kıldı. Demek coğrafilik ornuna ait keng zamanға taralgan, uçtum tut peyda olgan, texik kişilerninki, doktorlarninki, insanların bununki doğrusunu, davasını, ilacını tapanmagan muşundaq keselini vaba dep ataymayız dep tunuştuğan. Burun bizninki burunki alimlerimiz, İslam alimleri mesela İslam'da ta'un, vaba dep bu işkili atalgıba. Bunu qandaq tunuştuğan dese vaba degen bu umum kesel. Yani umumi kişiler köp tarıgan cık adamlarınki ülüşüge ağırışığı sebep boğan her qandaq keselni vaba dep ataymiz.
juqumluq keselini. Xo'sh. Taun deb çoğu dese, taun degan köpinçe halette bu carahi şekilde insanın koltukları yoki yutunun arsi müşagi peyda olap carahi şekilde şuna olan bu kan juğluşup bir yerge yırıngdap bu arqılıq insanın ölüşüge sebep bulduğan keselini taun deb ataymaz deb bizim burun İslam alimlerimiz bu ikisinin aralığını ayırgan. Yani her qandaq taunni vaba degeni buludu. Her qandaq vabani taun degeni bolmaydı o. Nima üçün bundaq ayırgan? Ayrışık sebebi nima bolgan dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Mekke Medine'ge taun kirmeydi degan hadis var. Mekke Medine'ge. Mekke Medine'ge taun kirmeydi degan hadis var. Lekin İslam tarihi qaraydigan bolsak, nurgun aşında juqumluq keseller Mekke Medine'ge kirip nurgun hacılar ölüp ketken ahvallar var. Şunu vaba bilen taundan. Şunu bilen andın alimlerimiz şu vaba bilen taunun arasını ayırıp vaba degan umumi kesel, aşında juqumluq umumi keselne vaba deymiz. Taun degan şu dese bunun ma'lum süpetleri vaba oqşamaydı o. Deb bunu asaslık şu carahatlanıp ma'lum insanın cism bijalar işip gelip şu arqılıq bir yerge jırıngdap bunun muş türe bu vabaninki Mekke Medine kirmeydi degan gap Peygamberimizin sözü. Hep alimlerimiz bu ikisinin aralığını bu şundan ayırgan. Vabaninki yani kısaca tanıştırılışı şu. Xo'sh. Rahmat endi şunu ikkinchi sualimizga İslam dini mushunda bir vabalığa basa qandaq muamele qildi bunga yani. Birinci olap İslam dini bundaq vabani Xo'sh. Nimaga bağlagan dese Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de bu insanların üzüge yani insanların cinayetiga bağlagan. Xo'sh. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Yani sizlarga har qandaq bir musibet, xapırıq yetse bu sizning üzerinin sebebidir. Yani insanninki tarixdan bu yan çekidin aşqallıqı, meyli zulüm tarafdan bolsun, meyli ahlaqi çiriklik olsun, her xil buzuqçılıqlarınki insanlar işidi peyda bolğanlıqı keyin muşundaq her xil vabaninki kelip chiqishi uchun sebep bo'lib kelgan. Tarixdan bu yan. Şunu birinci olab İslam dini bundaq vaba, muşundaq afet bu insanninki özünün sebebidir. Özünün cinayet nurgun hata işlerini sadır qilganligi sebebidir. Şunu buludu bolğan vaqtda şu andan hem yamanğa hem yaxshiga keladi. Ma yaxshi demti deb bunda vaba kelganda mesela mümin musulmonlarni arib qo'ymaydi. Dunyoga paydo bo'lgandan keyin lamcho bu umum. Lekin Allah Subhanahu ve Taala shuning uchun xohlaganga yuqtirib, xohlaganга yuqtirmaslik Allohning qo'lidagi. Allah'ın şunu Allah Kur'an-ı Kerim nim deydi orada? "Vettaqu fitneten la tusibennellezina zalamu minkum khassa." Yani silahның işçiğilden hatalaşkan, zulüm qilgan, çekidin aşqanlarga yetip başqalarga yetmey qaldıgan. Xo'sh. Bunda fitne yok. Yani fitne kelgan vaqt şu, bunda sınaq kelgan vaqtda hem adamga yetidi o. Xo'sh. Deb tushundigan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özününki hadisi nima degan desa her qandaq bir qavmda buzuqchilik, yani istili buzuqlik paydo bo'ldi ekan. Bu kishilarning ichida ilgirki ularning oti bo'g'illarida paydo bo'lmagan har xil kasallar paydo bo'ldi deb xabar bergan. Xo'sh. Demak, istili buzuqlik zina olsun, luvat olsun, muş buzuqliqlarning insonlar ichida paydo bo'lishi mushundaq har xil juqumliq xatarli kasallarninki kelib chiqishi uchun sababchi bo'ladi. Endi musulmon agar musulmon kelib qolsa shu buning ahvoli qanday bo'ldi desa, yani hech qanday bir jinoyat o'tkazmagan, taqvodor yaxshi bir musulmon masalan. Mushundaq musulmonga mushunda bir juqumliq kasal juqdi, shuningdek o'lib ketdi. Bu haqda Ayşe anamızninki İmam Buxoriy bayon qilgan bir hadisida Ayşe anamız men payg'ambarimdan taun haqida so'rdim dedi. Xo'sh. Bu taun degan nima ya Rasululloh deb so'rsam,
Peygamberim dedi ki bu Allah subhanahu ve taala özünün bendelerden halagan kişilerge evet edilen halagan kişilerini giriptar kıldığan bir azap bu. Allah'ın azabı. Hoş. Bu azap müminler için rahmet. Müminler için azap emez. Belki rahmet. Kanda olganda rahmet olurdu müminge dese. Eğer bir mümin muşundak jukumluk kisel targan bir juttu bolsa. Bu mümin muş jutta sabır kılıp kokap kaçıp çık ketmey. Aşağıda sabır kılıp tusa. Ve şundakla işinip Allah bana takdir kıygan bolsa bu kiselinin jukşine men müşer jukup boşuna olan hayatımdan ayrılıma Allah takdir kılmagan bolsa yuhmaydı. Bu kisel bana yuhmaydı degen muş işence bilen tusa özünün jutuda bu adam geço şehitnin ecri verildi, mükafat verildi degen. Demek Peygamberimiz bu hadiste birinci şu kisel targan jutta sabır kılıp turuş o ensirep çocuğup gidip vay men nim bulamam da dep ensirmestin sabır kılıp turuş ve şundaklı ikinci imanın ayeti mükemmel buluş yani Allah takdir kıygan bolsa bana yetido bu kisel jukudu bu musço man bu juhmaydı dep muşunanga katli işence bilen turalısa meyli bu adam bu kisel bilen ölüp kessin ya ki hatta ölüp ketmeyi başka bir kisel bilen keyin ölüp kessin şehitnin mükafatı verildi degen gapni düşünürgen alimlerimiz bu şerisine. Şunun için Müslümanın bunun kartaço işencisi mükemmel buluş lazım. Yani kulle yusibana illa ma kataballahu lana. Hoş. Yani Allah subhanahu ve taala takdir kıygan bolsa man bu yetido bombus yetmeydi dep katti ensirmestin bütün kainatın ilgisi bu kiselinin ilgisi Allah subhanahu ve taala Allah'ın iradesi bilen buludu hem bir iş bolsa degen muş işence bilen yaşi turuş lazım. Yani bundak digellik keyin toxturumuz. Özünü taşlap bu kisel juhmaydı eken dep jüriş digellik emas. Yani imani taraftan işence bulaş lazım demekçi. Hoş, hoş. Tamam. Elbette demek bu sözde bir Müslümanınki eğer taralgan bir yerde kalsa taralmagan bir şehirge bir devletke çıkıp getiş nimesi yok diyen gap yani çıkıp gitemey diyen gap yani. Çıkıp getiş toğru emas demekçi. Çıkıp kesse xuddi Allah'ın takdirinden yoki bo'lmasa hem kesel yoktur ihtimali var özü yoqqan bolsa başka yerga ketgan bolsa degan ahirda nima qilishimiz kerak degan to'xtalamiz. Endi albatta dunyo tarixida nurg'unlagan nimaga qarasak millionlagan insonlar o'lgan ashunaq vaboda kasallar taqilib degan. Biz endi islom tarixida biz bildigan masalan qandaq cho'ng vabolar taqilgan buni biraz İslam tarixida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kilip hatta hicretninki 6. yılı Sulhul Hudaybiye boğan jilnise muşundaq bir vaba boğan. Lekin bu vaba bu rayonga Mekke Medine biyage musulmanlık yetmep diken o çağda. Hoş. Bu Şam zemine yo Pros, Parisla yani bugünkü İran. Hoş. Muşu İstanbul, muş rayonlu da bulap net yüzman adamın ölüşüge sebep bulap diken. Resulullah'ın zamanında boğan kisel boğan. Hoş. Bundan keyin Ömer radıyallahu anhu'nun zamanında İmvas deb atalgan. Bu nimişin bunda atalgan dese şu bu şu Palestin bilen Şam oturistiki yani Suriye oturistiki bir rayonun ismi iken küçük bir jutnun ke məlinin şu məlide en başta yavap diken bu vaba. Hoş. Şu yerde çıkıp diken. Başta keşif kılınıp diken şu yerde çıkıp diken. Şunun bilen şu jutnun ismiga nisbet verilip İmvas deb atalgan deydi. Bu Hicriyanınki 17. yılda başlanıp kiselinin başlanışı 18. yılı az degende 25 mingdek musulmannınki Şam zeminde ülüşüge, ülüp gitişige sebep boğan. Hatta bunun işine emden ait katta Muaz bin Cebel'dek Ebi Ubeydet bin Cerrah'dek kat sahabilerimiz çoğu muşu kiselde ülüp ketken muş kiselinin sebebi olan İslam musulmanlığa bu kisel bilen kandak muamel kılış
meselesi şu çağda kelip çıkıp bizge bugün gündeki ta kıyamet günü güç boğan Müslümanlar karta yol yoruqlar çıkkan. Şu yol yoruqların katardan Ömer radıyallahu anhu 17. yılı nimige bu men şu Şam'a barman dep Urs dep atıldıgan bir rayon kelgen vaqtda bu Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muaz bin Cebel askerinin komandalları çoğunları Ömer radıyallahu anhu'nun aldığı çıkıp kütüp elip şunun bilen birge bu yerda muşundaq kisel tardı hazır. Sen bu yerga kirmesen deb bu fikrini o'ttirib qo'ygan. Kirmaslik fikrini. Şunun bilen sahabeler içinde talaş tartışıp olganım. Kiremdik kirmemdik deb. Kiremdik kirmemdik deb talaş tartışıp olgan vaqtda Ömer radıyallahu anhu ahirisi şu kararı kirmeslik kararını algan. Ya kirmey biz qaytib giteyle. Deb kararını algan vaqtda Ebu Ubeyde radıyallahu anhu sen bu Allah'ın takdirinden kaçıp muşundaq ketmekçi mi yoki başka sebep var mı deb sorgan. Sorgandan keyin Allah'ın takdirinden biz Allah'ın takdiri kaçımız. Yani bizning aşağı ketişimizning özümü Allah'ın takdiri deb bir misal qilib bir adamning quyi olsa nait o'tchib jiq bir zimin bo'lsa qo'yni boqadigan va o'tchib yo'q sasliq bo'lsa quruq sasliq nada beqish lozim desa albatta o'tchib bayadi beqish lozim degandan keyin ash o'tchib bayadi beqishning o'zi Allohning taqdiri. Xuddi shuningdek bizning bu kesel voyaga xafaliq voyaga kirganimizdan bu yerdan qaytib ketganimiz uchun Allohning taqdiri deb qaytayotgan vaqtda Usama ibn Zayd radıyallahu anhu baken lekin şu gap bo'lgan vaqti yo'q. Biz qaytdik degan vaqtda men bu haqda Rasulullohdan anglagan so'zim bor. Men Rasulullohdan bunda kesel targan vaqtda qanday qilish haqida Rasulullohdan gap anglagan degandan nima anglagan degandan keyin payg'ambarim agar bir jutda shuna vabo bo'lgan bo'lsa sizlar u jutga bormanglar. إذا كانت في أرض فلا تقدموا عليه وإذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منه فرارا فلا تخرجوا فرارا منه. Eğer bu kisel bir zımında bo'lgan bo'lsa sizlar u yerga bormanglar. Eğer sizlar boyada mushunda vabo paydo bo'lgan bo'lsa sizlar bu kiseldan qo'rqibcho qechib u yerdan chiqib ketmanglar. Xo'sh. Deb mushu hadisni o'ttirib qo'ygandan keyin Umar roziyallohu anhu Allohga hamd aytib Allah subhanahu wa ta'ala meni Rasulullohning onu anlamagan asla. Ma hadisni anlamagan bo'lsa-mu Allohning Umarning qilgan ishi olgan qarorininki bu hadisga muvofiq kelganligidan nayt xursand bo'lgan. Ulamolarimiz masalan nima uchun bu yerda kirmangil dedi bir yerda bo'lgan bo'lsa nima uchun u yerdan chiqmangil dedi desa chunki bu kisel bayaga berishning o'zi osh kiselninki tarışınınki texmi ko'payishiga jiq odamninki buning bilan bu vabo bilan giribtor bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuni yo'q bormang dedi. Va shundaqla bu kisel bayadiki insonlarninki çıkmaslığı buyuruştaki sebep nima desa birinci uların Allah'a tevekkül qilishdan bo'lgan bu işencisini aşırış. Yani Allah öz kudreti bilen meni saqlaydi, taqdir qilgan bo'lsa men juqidi, bo'lmasa juqmaydi deb Allohga bo'lgan iymonini aşırış. Avadin chiqmaslik buyurishi. Va shundaqla hammadan saq odamni masalan, hatto chiqib ketgan taqdirda u yerdagi ojiz chiqolmaydigan odamni qanday qildi masalan? Başka yerga juqtirish ehtimoligi var, o kesel yo'q yerga. Ve shundaqla juqmi de mesela saq odamdi. Lekin chiqib ketaversa bu janovar kuchli odamlar, sog'lom odamlar, avadi kesel odamning holidan kim xabar oldi? O'lib ketsa kim qo'ydi uni? Nurg'un sabablarni, hikmatlarni shu bayon qilgan olimlarimiz. Bugün dünya karantin deb bu yanıdan çıkan mesela bir yerde bir kesenle bir yana içine muhasırga elip bir devletin içine
qilayotgan bu yangi zamonda tibobatning bo'lgan narsa degan narsani 1300 yil burun 1400 yil ilgari payg'ambarimiz islom burun buning oldini qanday kasalning bir vaboninki qanday oldini olishni bir şekilde ko'rsatgan bo'ldi-da, bu amaliy bir ijroat bilan Rasulullohniki. Amaliy o'tirib qo'ygan. Hatto shu chaqda keyin shu Abu Ubayda ibn Jarrah, Muaz ibn Jabal ham ishkilis uylab ketgandan keyin askar qo'mondonlari Amr ibn As qo'mondon bo'lib, Shondagi askarlarga xo'sh, kishilarni chunqu, suv, masalan, petiqliq va suv va mandayani tashlab, tog'ning ustunlariga chiqib ketinglar. Hem şundaklı bir yak juguluşu olmanlar 7-8'den ay paç olap cemaat olap bunda turunlar dep urullaştırıp şunun bilen kişiler ay tağının tüpelleri çıkıp aşında az turup şunun bilen adam köp bir yak juguluşu olmanlar diyendim şu çağda oturup yaptık. Xalqlar aşında uyanmayaga chiqib ketib turib, andan 3-4 aydan keyin bu vabanın tarışı kontrol qilinib, bu vaba kötürülüp ketgan deydi. Xo'sh. Demek elbette hem de bir Müslüman buluştuğumuz bilen muş türdeki ya başka arkanda bir vaba mezgili de nimelerine kılışımız gerek, onun tedbirleri, bunu biraz toxtasak hamdi. Bunun kemde Müslüman birinci olap Allah'ın takdiri işinidir. Ve Peygamberimizninki sözüge işinidir. Bugün Cuma hutbasında Türkiye Diyanet'te mi bunu oturup koyaptı? Yani Allah Subhanahu ve Taala her kandak bir keselini belgen olsa, bunun şifasının bir de o. Hoş. Şunun için silah fakat davalınla. insanın tapanmağa yeri var. Yani insanın tapanmağa yeri var. Silah davalınla dağılık emdi. Hoş. Davalınış bu Allah Subhanahu ve Taala buyurgan bir iş. Bir adam kesel olup kalsa, Allah'ın takdiri. Yani kesel boptu mu? Hem de muş kesel ölen yaşım lazım ben, davalanmayman deyiş bu şeriatte hata işemdi. Şunun için bugünkü günde en birinci olap bu kıldığan iş nima dese biz mümin buluş sübtimiz bilen Peygamberimiz bizge duada çok ügetken. Allah men juqumliq kesellerden her xil yaman keselden pana tilayman deb dua qilishni bizga Peygamberimiz ügetken. Bu duanı kılışımız lazım. İkinci olap bugünkü günde doktorlar oturup koyavatkan muş keselinin aldını elişte dikkat kılış tegişlik nurgun işlerini oturup koyavatır. Bunların hemmini çoğu kılışımız lazım. Şunun katarından mesela kolunu kattık pakiz tutuş, pat juyup turuş, mesela kolunu supundap juyup turuş, umum pakizlik qattiq dikkat qilish, köp qalaymiqan jiq adam bas so'rinlarga amal qilib bormaslik, yutalgan vaqtda ya tushkigan vaqtda dikkat qilish, og'izdan insonning asosliq bu hozir juqiyotgan nimadan juqiyotdi bu desa, asosliq insonning og'zidan chiqqan sho'yildan juqiyotdi. Yoki bo'lmasa shu tukuygan ya nimqigan yani tutgan qo'ldan yuqiyotdi. Unda bo'lgandan keyin ashunda tushkigan vaqtda bo'lsin yoki qo'lni nimqanda qattiq diqqat qilish. Qalaymiqan u yoq bu yoq tukirib qo'ymaslik, qalaymiqan u ham bu yoqqa ya'ni tozliqqa umum tarafdan tozliqqa qattiq diqqat qilishninki masalasi hozir bütün devletlerde bu oturup qo'yilyapti. Unda bo'lgan ekan bu ishlar uchun alohida diqqat qilish lozim. Mushni qilishning o'zi shu musulmonninki payg'ambarimiz buyurgan ishni qilganligi. Musulmon degan birinchi bo'lib o'zini pokiz tutish lozim. O'zini pokiz tutish bu islomninki axloqi. Shu pokiz tutishning qatoridan shu arzliq doktorlar da'vatgan ishlarning hammasi shuning qatoriga kirdi. Bugünkü günde mesela görüşeş işleri. Biz bularni quchoqlashib görüşümüz mesela. Mağazıga yaqib görüşdigan mushundaq ishlar var. Bu ishni qilmay tursak bo'ladi. Hatta bugün Kuveyt Dini İslam Ministerligi Cuma o'qishni bekor qilibdi. Cuma o'qishni bekor qilib hamma odam o'zining uyida o'qisin, peshimni o'zining uyida o'qisin, Jumani o'qimasin.
bu şeriatga uygunmu dese albatta uygun. Çünkü şeriatning asosli g'oyasining biri insonning nafsini qo'g'dash. Dinning g'oyasi nima desa insonning nafsini qo'g'dash. Tarixdimi necha qatim ashunda qattiq vabo targ'ab vaqtlarda hatto haj ibodati amaldan qoldirilgan 1814-yildirmi ashunda Hijaz rayonida qattiq bir ofat bo'lib, bunda vabo bo'lib, shu yil esa 7-8 ming hoji o'lib ketib, Hijaz rayonida shuning bilan haj baka qilinib ekan. Ya'ni hajga bormabdi ekan xalq. Tarixdan buyon ashunda necha qatim bo'lgan ishlar. Unda bo'lgan ekan bizmi-cho ashunda xapuldiga ishni qilmay, bu yerda kurashmasa masalan yoki bak nima bo'lgandimi qo'l bilan jiroqdan kurashsakmi, o'zini o'ziga mang'ziga yiqib ko'rishirgan ishlar masalan bu bir alohida shariatda voy qilishga tegishli deb bir qiziqtirilgan ish emas hamda. Mandaqcha aytgan vaqtda bu shundaq ishlarga shu diqqat qilishimiz bugungi kunda nihoyat zarur hamda. Umum tozliq masalalari shunda munosabatlarga shu ijtimoiy munosabatlar ba'di keldi ishlarda diqqat qilishimiz bak zarur. Köptün köp rahmet. Qadrlik ko'rmalarimiz agarda boshqa savollar bo'lsa yana yo'llasanglar bo'ldi. Bir savol keldi mesela jamoat namozlarga chiqmay uyda qilishimiz kerakmi bu kunlarda deydi. Masjidga normal odamga qo'ygan ekan ham qayerlar masalasi yashaganlar ko'p bo'lganlik uchun endi. Agarimda hozir shu nimada Kuveyt'te Irak'tan bo'ldi bu gap. Xo'sh. Jumani amaldan qoldirganligi masalan. O'shalarning hammasi qattiq bir ensirashning natijasi. Ensirashning natijasi. Shu sababni amaldan qoldirgan. Turkiyaning Diyanatninki yashaganlar o'zini baqib ojiz his qilganlar juma kelmay uyda peshin o'qisin deb Turkiyada. Hozirgacha hamda Turkiyada e'lon qilingan ahvol nihoyat az bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Allah böyle demdi bundan keyingi vaziyat qandaq bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz masalan odatda bir yomg'ir yog'ib qolsa, shariatda qattiq yomg'ir yog'ib ketsa namozga chiqmaslikqa yo'l bor. Yomg'irdan qo'rqib yo qattiq sovuq bo'lib ketib masalan yo'lda mang'is tayinib yiqildigan shunday ahvol bo'lib qolsa namozga chiqmay uyda o'qis durust. Unda bo'lgandan keyin shuni qiyos qilgan asosda bir xususan yoshjon odamlar. Chunki ma kesal ko'pincha yoshjon odamga tegyotirimda. Yoshlik, jismiy joyida, kuch-quvvatlik, immunitet joyida odam bo'lsa, buning ko'pincha holat tegmayotdi, tekkan taqdirdimi? Alohida u odamni yiqtanmayotdi, saqiyotdi yani. Xo'sh. Nima bilan? Hozir umumiy tekkan kasal bilan, mush vabo bilan yuqumlangan insonlarning ishidan saqayganlarning soni jiq. Yani o'lganlardan tabiiy holda saqayganlarning soni jiq. O'lganlar ko'pincha shu qari odamlar, yeshjon odamlar. Shundaq bo'lganda yeshjon odamlar xususan namozga chiqmay hozir uyda o'qisa inshaalloh Alloh subhanahu va taolo chuqum uni qabul qiladi. Endi mushu munosabat bilan men oxirisi bir deb qo'ygan gap yoki siz ba'zi insonlar ichidagi bu tarix haqida to'xtalishimiz kerakdi buni misol sormalar. Bu vabo desak bugungi mush vabodan insonlar alohida cho'chirib qo'rqidi. Buning bilan masalan o'lgan odamning soni qanchalik hozir desak umumiy dunyoda taxabi 10 ming yetmadi. İlan qilingani. İlan qilingani. Ya mening demoqchi bo'lganim bir maqsad va men yetmoqchi bo'lgan. U bo'lsa-mu nima desa, asli uningdan boshqa normal holatda, normal qatnash vaqasi bilan ya normal holatda o'tganda men nima qildim? İstanbulda har kuni 300 dan jiq jinoza chiqdi ekan masalan, normal holatda. Qatnash hodisi ya qarab ya kasal bo'lib deyman. Demak 300 dan jiq odam har kuni o'ldirilgan gap. Ma qatnash hodisi bilan yoki har xil kasallik bilan yoki sabablik sababsiz o'lib ketishdan iborat. Bu o'limlarga insonlar kunab qoldi hamda. Hammamiz kunak. Bir ham o'lib qolibdi desa bu normal ahvol hamda. Aslida o'lim hammamizga bor-da. Xo'sh. Hammamiz keladi. Har qanday vaqt kelishga tayyorda Alloh taqdir qilgan vaqtda, Alloh bekitgan vaqtda. Hozir men 2020-yili
korona va şu vabası bilan, yani Xitoy virusi bilan o'lganlar va boshqa sabablardan o'lganlar deb bir narsani o'qidim. Xitoy virusi bilan o'lganlarning soni 5000 ga yetgan ekan. Dunyo bo'yicha. Yani hozir e'lon qilingan rost deb turgan vaqtda. Xo'sh. Lekin uningdan boshqa qatnash vadisi bilan yoki har xil kasallari bilan, tamaki kishi bilan, AIDS kasali bilan, arg'ish kishi bilan o'lgan odamlar net yüz ming hamda. Mushu kichik ishlar. To'g'ri. Hechasilar netchasi jiq. Lekin uning uchun har kuni bo'lib turadigan ish bo'lg'achqa odatdagidek to'ylab o'tirdi. Lekin mavjo ushtum tut bo'lgan. Hem tarqıldı. Nayt tiz tarqılayotgan ish bo'lg'achqa nayt hammamiz qo'rqavyapmiz. Demakchi bo'lganim bu yerda asli mu'min musulmon her daim bu uylemgichi tayyor turishimiz lazım. Xo'sh. Her daim bana mayli bu vaba juqson yoki juqmuson, o'lim bana qachon kelsa cho'qim keladi. Hayat kelishi mumkin, ya bugun kelishi mumkin, ya hozir kelishi mumkin. Xo'sh. Degan mush tuyg'u bilan yashsak, biz hayotda nayt to'g'ri yashay olamiz. To'g'ri. Abay imamlıqı Şam'da payda bo'lgan imvas degan vaboninki masalasini tilga olsalar, shu yerda taqalganlik uchun imvas deb atalgan. Bugungi Xitoy virusi desak toz bo'ladi. Hozir men bugun hozir men shu kallamma kelib qoldi. Xitoy chichanishib ketyapti hozir ham. Wuhanda taqalgan narsa Wuhan virusi desa, Xitoy hozir bulanmay allaqalla deb nima bu yerda Wuhan. Hatta ba'zi ma'lumotlarda shu koronavirusi yoki COVID-19 virusi deganda ashuna atilishi uchunmi Wuhan deb Xitoyga nisbat berilib atalmasa asli bir virus nerede taqalgan bo'lsa, xuddi tarixda bo'lgandek taqalgan yerning ismi bilan atildi ekan shu. Mush ismini o'zgartirish uchun Xitoy nurg'un milliardlab pul qashig'anlikka to'g'riliq bilan o'qib qoldim o'tganda. Ham bugun Xitoy masalan Amerika masalan Wuhan virusi bu Wuhanda taqalgan desa, bugungi xabarda hijilolmay berdi. Shu Amerika askarlari taqatgan bo'lishi mumkin bizga degan gapni tashqi ishlar ministrining so'zchisi qiladi. Ham mushu ismni yiroq qilish uchun o'zini bir nima qilish uchun tilga og'izmaslik uchun Xitoy chanqyotdi. Bu narsani aslatib qo'yish nimasi keldi. Hamda biz bayda ilgirki darslarimiz bo'lsin yoki boshqa suhbatlarda bo'lsin, bundaq bir vaboninki va bu kasallikka bo'lib Wuhanda Xitoyga berilgan Allohning jazosi ekanligini dedik, masjidlarda so'zildinglar. Xitoyning qilayotgan nurg'un jinoyatlarga Allohning bergan bir jazosi deb qaraymiz biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan deb. Dedik va mu'minlar kelib qolsa uning rahmat ekanligini dedik hamda. Normalda hamda bunda bir viruslarning yuqumlanib qoluvchi bir musulmon yoki qarindoshimiz aramizdan birasi qolsa, bundaq bir kishilarga bunda bir xil g'ayri bir ko'z bilan qarash yoki muomalada bir xil muomala qilish buningki nimasi qanday hamda? Bu qat'iy to'g'ri emas. Agar bu mushundaq kasal vaboninki bir insonni yuqib, o insonning ayiblanishiga sabab bo'lgan bo'lsa, Muaz bin Jabalga nima deymiz? Masalan, Abu Ubayda bin Jarrah Peygamberimiz Aminul Umma, yani İslam ümmetining amin en ishonchli yaramliq edimi degan sahabi. Tabiiy holda bu qat'iy to'g'ri emas. Qat'iy hozir bir yerda zukam bo'lib qolsa masalan, yoki boshqa bir kasal bilan silinib qolsin, ayiblamdik masalan, nima zukam bo'lib qolding sen demdik yoki yo'qlamdik masalan, ig'roq og'rib qolsa. Yo'qlaymiz-ku uni. Xuddi shuningdek, mushundaq bir yuqumliq kasal bilan sınalgan bir qarindishimiz, bir musulmon nerede bo'lsa, bunun dua qilamiz, çünkü Peygamberimiz yuqorida asıltib o'tdik. Yani Peygamberimiz şehit bunu dedimdi. Hatta başka bir hadis var. Sahabenin Peygamberimizden sorgan. Şehit, qanday adamga şehit deb qaraysizlar desa, bu Allah yolunda urush maydonida o'lgan adamga şehit deb qaraymiz. Desa sahabeler Peygamberim nima degan desa, unda bo'lganda mening ummatimdan şehitlarning soni oz ekan. Deb bulab, uningdan keyin Peygamberimiz şu mushundaq vabo bilan o'lib ketgan, suvda eqib o'lib ketgan, tambasi o'lib o'lib ketgan, qattiq qo'zg'ag'irib o'lib ketgan, tug'utda o'lib ketgan ayollarning şu
Şehit degan. Yani mukafat ecirde şehittek oldu demekçi. Ma dünyalık hükümde şehit emez. Yani ölse cenazesini okuyamaz, jüymez. Hoş hoş. Lekin kıyametdeki mukafat şu şehit degan. Peygamberimiz şehit degan bir adamni, yani mesela bir adamga ina vaba yuq deydilar. Musulmandın, mü'mindin. Hoş. Resulullah şehit oludu degan adamni qandaqmi ayıplash durus olsun? Elbette to'g'ri emas. Elbette to'g'ri emas. Bu mushundaq vabalning kimda? Men o'qish jarayonida bu gapni demsam bo'lmaydi. İzdirish jarayonida asosli ko'p qismini Xitoydan tarqalganligi tarixdan buyon. Tarixdan buyon mush vabaninki ya Wuhan'dan ya Xitoyning shahridan tarqalganligi bu bütün dünyadaki insanların diqqatini qo'zg'agan bir nuqta bo'ldi. Mesela insanlar tarixida en çoğ hatta 100 milyondan jiq adamning o'lishiga sabab bo'lgan tarixda qor o'lim deb atalgan vabami bu 1330 yillarda Xitoyda paydo bo'lib, Hoş. shuning bilan bu Xitoyni shu chog'ildilikqa Mo'ng'ullar Xitoyni bosgan vaqtga hamda Xitoyda paydo bo'lib, shuni hatto ba'zilar Guangdongda debdi, ba'zilar Wuhan'da bo'lgan buning asli kelib chiqish shu yerdan deganlar bor ekan tarixchilardan. Shu yerda paydo bo'lib, keyin bu Mo'ng'ullar O'rta Sharqni urush ochgandan keyin O'rta Sharqqa kelib bu kasal Mo'ng'ulning askarlari sababidan nurg'un askarlar o'lib, andin sho'ldan juqob Misrda hatta Şam, Bağdat'ıldı mı nurg'un adam ölüp dikene şu kisel ölen. Şuna olan keyin andım bu Moğollar hazır Ukrayna'nın Kiev degan şehriga hücum qilib paytaxtga. Bu paytaxt kirenmey bular. Bir mezgil qorshab turgan bo'lsa-mu kirenmey. Bu kisel, bu vaba, bu askarlarning ishini qattiq tarab. Oxirisida bular aş kisel bilan o'lgan adamlarni Mencining arqılıqça nemininki sipilning ishiga etib tikan. Ülekilni. Atqandan keyin bu ülekilninki sipilning ishiga kirishi bilan keyin bular ülekilni etib, yani nima qilish juma ketib tikan bu Mo'g'ullar kirenmagandan keyin. Andın bu Ukraynadagi adamligi juqob, u yerda italiyalik tijoratchi u bo'lib ekan. Shuning bilan bu tijoratchilik juqob bular andin qaytib İtalyaga juqob, shuning bilan bütün Yevropaga juqob, shu chaqda Yevropada 20 milyondan jiq odam o'libdi ekan. Ya'ni 1347-yildan tortib 1351-yilgacha bo'lgan mush araliqda 3 yil 4 yil ichida 20 milyondan jiq odam o'libdi ekan. Bu nüfus shu chaqda Yevropa nüfusining 3dan 1 ekan. Umumiy Yevropada 60 milyon odam bor ekan, shuning 3dan 1 ekan. Xitoyda shu chaqda 60 milyondan jiq odam o'libdi ekan. Şu kisel, şu vabanın sebebi öyle. Ondan keyinki mesela İspanya'da paydo bo'lgan to'ng'iz zukumi bo'lsin, har xil qush zukamlar bo'lsin, 1958-yil Xitoyda paydo bo'lib ekan. Ondan 65-yil, yani Xitoyda paydo bo'lib ekan. 2002-yil SARS oldu mesela. Muşunun hemmisi Xitoyda paydo bo'lishi jiqininki, ko'p qismininki. Nima desa olimlar buni Xitoyning mushu quruqliq hayvonlarini ayirmay qalayimqan iste'mol qilishiga bog'labdi. Tarixdan buyon bular har xil naslni egizpasini yeganligi. Bu asli bu hayvonning jismida asli bu viruslarga qarshi turadigan immunitet kuchi bor ekan buning. Xo'sh. Hayvonda. Lekin bu insan ütep qalsa andan mush virusni, har xil virusninki insan andan buni ko'taramay yiqildigan ahvol mushadan kelib chiqargan. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun programımızda. Hem de bazı şu ahırda şunu desek hem de tedbir, elbette tedbir ilişimiz mi dinimizde buyurulgan mesele abay degandek. Yaşayotgan devletlerimizdeki nurg'unlagan qilish tegish ishlar. Ama bir Müslüman qo'lidan masalan ilyotgan bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan mayli maska taqib olsin yoki qo'lni kunda 5 qatim yursin yoki millat bilan ko'rishmay tursin
uydan chiqmaymisan. Shu elayotgan barliq tadbir deyilayotgan narsalarning hiçbirininki men algan shu tadbirim meni shu mazkur kasaldan saqlab qala oladi deb ishonishi xatomi deymizda. Albatta xato. Yani bu muhim bir nuqta. Albatta xuddi uni qo'g'daydigandek shu narsa. U shu har qandaq ish payg'ambarimning ikki xil hadisi var. Alimlar bu ikki hadisni birisi nima deydi desa, la adwa va la tayr deydi. Kasal yuqmaydi deydi. Kasal yuqmaydi. Tayr degan shumulnish, bizdan bag'i, bizdan xalqdimi? Qog'ini ko'z shumulmagan masalan. Uni ko'zi bir xil shumliq tutirgan, shumliq his qildigan. Bundaq shumliq his qilishmi yo'q islomda va shundaqli kasalmi yuqmaydi degan. Degan vaqtda sahobalardan birisi qo'pab, "Ya Rasululloh, biz bir top saq tugining ichiga jarohat juqqan, jarohatlangan bir tugini ekirib qo'ysak, qog'onlari ozgina vaqtda qog'onlarim jarohatlandi-go. Juqdi-go." desa, "Faman a'dal awwal?" Birinci tügge kim juqdigan o kasalni? Demek Allah. Asli zade Allah'ın iradesi, Allah'ın takdiri bilen juqdi bu. Adını yani bir hadis var. Sen bu vabadan bunda cüzam deb atalgan juqumliq kasaldan xuddi yo'l vasdan qaçqandek çoğu. Qaçqın degan hadis var. Şunu olam alimlerimiz mevadi qopab yo'l vasdan qaçqanda qaç deydi o. Mevadi bu kasal juqmaydi deydi bu. Qanday tushunamiz bu hadisni? Dese, yani peygamberimizin bu ya la adwa deyişi keyinki birinci tüyü kim juqtugan degan bilan bağlap. Yani bu kasal öz zatının özligidan, özünün kudreti, özüba iktidar bilan bir adam juqmaydi deganlik bu. Belki Allah'ın izni bilan, Allah'ın iradesi bilan juqdi juqsa. Bu misço juqmaydi deganlik. Mevadi sen qaç deganligi ço dese, aşında kasal bayadın ço. Sen çoğu ensirişin lazım. Hoş. Digellik bu diyen. Biz her qandaq kasalga yalğız bunun emas. Nurgun davani işilteyli. Mesela qo'lnayli, davalnayli her qandaq vaqt şu şifa Allah'tan. Deb bu iman bilan yaşashimiz lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de alayda sözünü bayan qildi. Ve huve yeşfini. Ve izâ merittu fe huve yeşfini. Kasal olup qalsam, asli kasal mı? Allah'ın iradesi ötende, Allah'ın iradesi ölen, lekin edep yüzsüdün çoğu. Ve izâ merittu. Yani ben kasal olup qalsam, fe huve yeşfin. Allah bana şifalık verdi. Dep çoğu edep yüzsüdün İbrahim Aleyhisselam bunda deglik emdi. Allah min kasal qilib qo'ysa. Allah min kasal qilib qo'ydi deyish bu edepsizlik. Asli ameliyat çoğu, hakikat işte hakikatine. Çoğun bu kasal mı Allah'ın iradesi ölen, Allah'ın izni ölen, Allah'ın iznisiz hiç qanday iş olmaydı kainatda. Şunun için bizde her qandaq vaqt şu birga kasal özligidan juqmaydi Allah'ın iradesi bilan juqdi. Desek, ikkinchi her xil ishlarni qilsak, bunun saqlanish uchun. Çoğun bularning hammasi bizning payg'ambarimiz buyurgan tadavu. Davolninglar. degan ma buyruqni ijro qilyapman. Xo'sh. O'zimni saqlab qolish uchun tirishchanlik qilyapman. Cho'qim bu saqlanib qolishim Allohning irodasi bilan bo'ldi degan e'tiqod bilan qilishimiz lozim. Mana qo'lam judim masalan men chiqaman, kasalman juqmaydi degan e'tiqod bilan emas, balki Allohning irodasi bilan juqmaydi menga degan ishoncha biz to'liq bo'lish lozim. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni o'sha yerda tatliq bir şekilde hem qisqa bir şekilde tugutaylik. Demek qadrli ko'ruvchilarimiz eng oxirida ta'kidlab qo'yishimiz kerak deb his qilgan narsa, dunyoda bugun moddiy bir dunyoda yashayotganligimiz uchun qilayotgan sabablarni xuddi ashining qo'ldan bir ish qildigandek tushunchada bo'lish, bu hamda nurg'un olimlarimiz hatto insonning iymonini, yani biz çünkü shundoq bir ulug' Allohga e'tiqod qilyapmizki, uning iznisiz biz bir tikan, bir qil tavirmaydiganligiga iymon etgan bir Rabbimiz var bizniki. İbrahim Aleyhisselam'nınki misalini tilga oldi. Biz o'tni ko'ydirdi. O'tni ko'ydirish xususiyatini bergan Allah İbrahim Aleyhisselam'dek bir halilini, bir peygamberini
şu gülxan otning ichida köydürmey, onun köydürüş xususiyetini elib etadigan bir zat bizning Rabbimiz endi. Şun bir aqlsiz, yani ko'z bilanmi bizning normal ko'zimiz bilanmi ko'ranmaydigan bir viruslarninki özlügidan bizni izlab tepkilib palaniga men bunda bir kesel qilib qo'yay deyish, unda bir haqqim yo'q, uninki unda bir qudratim yo'q. Agarda biz ana shunday deb qarab qolsak, bu biz e'tiqod qilayotgan, biz iymon etgan bu Rabbni xuddi bir uning qudrat doirasidan bizni hamma tarafdan ko'zib turayotgan, her bir ishimizni kontrol qilib turayotgan bir zatga bo'lgan iymonimizda daz ketgan bo'ldi. Shuning uchun bu eng oxirdagi nuqtani aytib muhim aslitish kerak bo'lgan nuqtalar asiltildi. İnşallah Rabbimden her birimiz mayli bu kasal bo'lsin yoki boshqa har qanday kasal bo'lsin, dunyodagi barliq qarindoshlarimizni har qanday bir vabodan saqlashini, o'z panohida saqlab qolishini tuvanchilik bilan so'raymiz. Agar mubtalo bo'lib qolsak, Allohning taqdiri deb bununla bo'ynimiz qildin enchika degan ta'bir bo'yicha sabr qilishni albatta ham bilamiz. Rabbim inşallah ömür berse yana bir qatimliq suhbatga ko'rishga aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.